Yana suqunam nima? Qaytsam bo'ladi. Qanday qaytaman? Ha. Biz mundaq o'rlashtirdik. Oldi bilan siz Juntong Nanjing punktiga borsiz. Chenjevin sizni tanıydı. O sizning Paqa degan nomingiz va zo'r xizmat ko'rsatganingizni biladi. Sizning Nanjingdagi kechirmishlaringizning qiyin nuqtasi o'qdagandan keyin yuz bergan ishlar. To'g'ri. O'qdagandan keyin sizni shu yerdan o'tib ketayotgan bir xunalik savdogar qutuldirib oldi. Uning ismi Sato Guangzong. Men sizga uning uyining eshik nomerini, shundaqla tafsili materiallarini beraman. Hammasi shuning ichida. Esingizda chin saqlang. Ular sizdan u yerda 2 odam tursa. Nemishqa yolg'iz seni qutuldirdi deb so'raydi. Siz ularga o chaqda mening o'shim bor edi. Meni qutuldiringlar deganligim uchun ular menga yordam qildi. Ular meni bir qora pikapning ichiga kirdi. Undan keyin ishlarni bilmayman. 3 kundan keyin o'shimga kelibdiman. O uyda menga uning ayoli bilan uning xizmatchisi qardi deysiz. Ularning yeshi va ismi materialda bor. Bugun sal yaxshi bo'lib qoptiman. Yuqori bilan aloqa qilshay deb ularga meni yo'lga sep qo'yishni talab qildim deysiz. Nanjing punktidagilar berib so'raydi. Albatta berib so'raydi. Biroq ular bakmi qo'llab so'rayamaydi. Chunki bu odam Chimbijunning yiroq tuqqani. Ko'rinishda janjashiga qarshi yaponparas. Qisqa vaqt ichida bir javobga erishamaydi. Nanjing punktidagilar u yerga borsa, o'zini Juntongning odami demaydi. Ular 10 jo'lat emas. Ular Qo'rchoq hukumat muhofazat mahkamasi nomini berib so'raydi. Unda qisa texmi javob olamaydi. U savdogarning jiyani bilan jiyanikilini hozirgacha mahkama turmisida. Ularga intayin o'sh. Hozir javob ololmag'ini bilan keyin ulardan yana so'raydi. Ular mendan gumonlansa, biz Nanjing punktiga berib bir hafta bo'lganda, u ota-bobosining oila bisotiga varis qilish uchun butun oilasini Filippinga ko'chirib ketib bo'ladi. U ketgandan keyin hamma ish besiqib ketadi. Siz nima desangiz eqiyverdi. Nanjingda sizga asosiy jihatdan hech qanday gumon qilmaydi. Badaningizga o'q yarsi sizni qo'g'dab qoladi. Sizning Chongqingga qachon mengishingizdan biz xabar topa olamiz. Bizning odamimiz Chongqingda siz bilan aloqa qilishadi. Siz bir to'lqinlik muddatlik radio xabarini diqqat qilib anglang. Bularning hammasi materialda bor. Siz bilan aloqa qilishgan odamning nomi Taqqa Yamashquchi. Sizning nomingiz Emifon. Zolan bilan belli bo'laman deb o'ylagan Yuzoching mana endi kompartiya uchun ishlaydigan bo'ldi. Zolanni debla shundoq qildim. Yo'q. Tamoman shundoq degilim bo'lmaydi. Uning ko'z oldiga Dayli, Yezimin, yana heliqi atalmış urush ashyolari, ashu maxfiy savdolar va sotqinlar kelib oldi. 8 yildan buyangi oldinish hissiyoti uning qalbini azoblamaqda edi. Shu topda bu tuyg'u nafratga aylangan edi. U ayni chaqda Lavluymi mushundaq ta'siratga kaptikanda deb o'ylab, o'zini uning izini besyapman deb qaradi. Lavluychi? Sizdek hayotmi? Punkt boshlig'i. Shundoq qilib Stoha pandamning oilasidagilar menga bugunga chiqaradi. Tunugin karvatdan tushgidek bo'ptikanman. U oqsoqolga degan edim. Meni bu yerga akilib qo'ydi. Bu yana tog'amning uyi dedim. Bizdek Paqa davlat uchun qurbon bo'ldi deb o'ylab yuribdik. Kirab. Bizdek buyruqqa binoan 3 yil harakat yurgizib, ularning xeljiq odamini ujuqtirdik. Baş shtab sizni darhol Chongqingga olib qo'yishni buyuribdi. Teningiz qanday qaraq? Buyruqqa bo'ysunaman.
4 ayning oldida u xoinni jazolash uchun Chongqingdan ayrilgan edi. Endi Chongqingga qaytashida o'zi xoin bo'lib qoldi. Gerçi u Li Haifengdek xoin bo'lmasa-mu, biroq Juntongning qonunida hammasi o'limga mahkum jinoyat hisoblanadi. To'satdan uning qallasida pushaymon xiyoli tug'ildi. Ammo orqadanla uning o'rnini Zolanning kulki chiroyi egalladi. Yuzichangning yakka yegona holda xoin Li Haifengni etib o'ltirishida qahramonligini taqdirlash uchun Day idora boshlig'i Davlat mudofaa ministrligi vakolatan Yuzichangga 3-darajalik Yunxuy ordeni berdi. Hamda Yuzichangni shavshavlikqa o'stirish buyrug'ini e'lon qildi. Bugün Yaponiya Tashqi ishlar mahkamasi Amerika Qo'shma Shtatlariga, Junhua Mingoga, Buyuk Britaniya podshohligiga, Sovet Sotsialistik Soyuzlar Respublikasiga taslim bo'lishini talab qilib, nota topshirdi. Notada Samaviy podshoh iptashlanmaydigan bo'lsa, Yaponiya Poziston qurishini, ya'ni shartsiz taslim bo'lishni qabul qiladi deb bayon qilingan. Siz degan to'kpikor. Hozir Yaponlar taslim bo'ldi. Qandaq arzoyingiz bo'lsa aytavering. Mao mudirning qudrati zo'r. Sizni arzoyingizga yetkazadi. Farqi davlatning ehtiyoji shogirdingizning arzusi. Shogirdingiz xususiy manfaatimni ko'zlamayman. Yaxshi. Idoramizning Tianjin punktining boshlig'i Wu Jingjong iltimos yezib, mendan sizni talab qildi. Siz Tianjinga berishni xohlamsiz. Shogirdingiz o'rinlashtirishingizga bo'ysunaman. Wu Jingjong sizning muallimingiz bu deyman. Shanxay yoshlar kursida Wu apandi bizga axborot darsi o'tgan. Mundaqda. Ondaq bo'lsa siz Tianjinga bering. Mao mudir o'rlashtirdi. Shuni esingizda ching tuting. Tianjin yengilib qo'limizga qaytdi. Bayliq farqi davlatga mansub. Manfaatni deb vijdonni bulg'ashqa bo'lmaydi. Ba'zilar Shanxayda g'alabadan foydalanib boy bo'lishda bek haddidan oshiribdi. Men ularni qattiq jazolayman. Butun kuchim bilan bu punkt boshlig'iga hamkorlashib, 100 tirani qilgan nasihatingizni yadi qo'ymayman. Yuzoching Tianjinga berib vazifa o'tashdan burun Xebeydagi yurtiga berib tuqqan yo'qlash fursatini qo'lga keltirdi. Chunki Juntongdagi arxivida uning oilasida ota-onasi hayot bo'lib qolmasdan yana bir sahrali xotini borligi xotirlangan edi. Gerçi undaq odam yo'q bo'lsa-mu, amaliyotda tuqqan yo'qlash degan bir bahona bo'lib, u Yan'anning maxfiy o'rinlashtirishi edi. U o'tir Xebey bazasiga berib, u yerda yangi ideviy tarbiya qabul qilib, bir yurish siyosiy darslarni tamomlamoqchi edi. Chunki nimali degan bilan u bir qiz bola uchunla bizning partiyamizga qaytilgan odamda. Li mudir. O keldi. Haras. Ya'ni ish bilan men orqa o'ldi meni saqlanglar. Esingizda bo'lsin. Hech qanday qadam uning bilan uchrashmaysiz. Xo'p. Maxfiy ishlar bo'limini ulab bering. Chimudir, bu yoqqa kelgan bo'lsangiz, Omifongning materialini ag'ash keling. Bu bizning partiya markaziy komiteti axborot boshqarmasining boshlig'i Li Kening. Li mudir. Mashhur nomingizni burunli anglagan. Sizga ixlos qilaman. Kelgusidagi mashhur zot siz bo'lasiz. Loyiq emasman. O'tiring. Ha. Mudir, o'tiring.
Partiyanglar keng xalqning rayiga muyassar bo'lib, hamma joyda ishinglar ro'naq tepyotidi. Siz bizni partiyanglar demasligingiz kerak edi-ku deyman. Biz allaqachon bir partiyadagi yo'ldosh bo'lib ketdik-ku. Shundaqmi? Shundoq. Bu gapga og'zim ko'nib qopti. Bizning amal qilib sizni bu yerga agilishimizda asosiy ikki maqsad bor. Birinchisi sizga bu yerning kayfiyatini his qildirish. Ikkinchisi ideyani qiliblashtirish uchun ba'zi yetakchilik xizmatini ishlash. Chunki siz qandaqli bo'lsin dushman orqa sepida xizmat qilgan. Ya'ni kelib Junton ta'lim tarbiyasining ta'siriga cho'nqur uchirgan. Uning bizniki bilan nihoyat cho'ng farqi bor. Siz bizning tashkiliy intizomimiz bilan tanishishingiz kerak. Bu yerga kelish oldida Do'ng apandi vang topilgan edi. Biroq qobiliyatim yetmay, nomusga qolamanmikan deb ansirayman. Biz azaldan bundoq o'ylagan emas. Biz sizni cheksiz qobiliyatga ega deb qaraymiz. Yo'ldosh Lü Zongfang sizni tanishtirib, ehtiyotchan, farosatlik, mustaqil xizmat qilish iqtidoriga ega dedi. Eng muhimi, siz Kuomintang va Juntong bo'lgan ishonchingizni allaqachon yo'qotgan ekansiz. Rostini aytsam, Li mudir. Men aslida Yaponga qarshi urush oxirlashsa, mening vazifamni oxirlashidi deb o'ylagan edim. Yana davomlashtirishni o'ylab boqmabdi ekanman. Tinchlikni, xalqning osoyishlik turmushini ko'may turib, vazifalarning yengilmaydiganligini o'ylamadingizmi? Siz yo'ldosh Solanni bek sig'indingizku deyman. To'g'ri, uning bilan ko'rishalamdimi? O Sovet ittifoqida hozircha kelamaydi. Men bilaman. Siz bu qitim o'tirxobiga kelishda uning bilan ko'rishni ko'zlagan. Ammo men sizning bizning xizmatimizga qatnashda yolg'iz Solanni ko'zlab vaqt qizg'iliqni asos qilmay, davlatni, millatni ko'z tutishingizni umid qilaman. Chunki bizning yo'limiz texi uzun. To'g'ri deysiz. Sizning Ömifeng degan nomingiz o'zgarmaydi. Sizning Tianjindagi aloqangiz koni yer osti xizmatchisi. Nihoyat tajribalik, tamoman ishonsangiz bo'ladi. Bizning atrofimizdami Juntongning ko'z quloqlari bor. Bu tarafda men siz uchun maxfiyatlikni qat'iy saqlayman. Bu jihatdan andish qilmang. Agar ig'ir xavf yuz bersa, qanday qilaman? Bexatarlikni muhim bilasiz. Agar zo'r xavf yuz bersa, darhol xizmatni to'xtatib, shikolatga kirib olsangiz bo'ladi. Aloqachining chaqiriqini rad qilsangiz bo'ladi. Ikkinchi, agar bexatarligingiz ig'ir tahdidga uchirsa, darhol qochsangiz bo'ladi. Rahmat, tushundim. Maxfiy ko'rish degan mustaqilligi intayin kuchli xizmat. Shaxsiyning irodasi ko'p hollarda intayin muhim rol o'ynaydi. Ko'p chog'larda o'z e'tiqodingiz o'zingizga boshliq bo'ladi. Yaningizda maslahatlashkidak odam bo'lmaydi. Xavfli sharoit ostida o'zingizga tayinishga to'g'ri keladi. Zarur tepilganda ba'zi yomon ishlarni qilib, kompartiyaga qarshi qiyofatga kirib olsangiz bo'ladi. Esingizda bo'lsin. Favqulodda muhitda har qanday qiyofatga o'zgarib olishga bo'ladi. Ammo e'tiqod mutlaq o'zgarmaydi. Esimda tutaman yo'ldosh mudir. Yana men Zolanga bir parcha xat yozgan edim. Malol ko'may uni yetkazib bergan bo'lsangiz. Xatni qilsam bo'ladi, lekin yo'lda Solanga bu xatni qachon yetkazib berganligimga bir nima deyamayman. Men sizning bu yerga kelganligingiz, ikkimizning ko'rishgani, sizning Ömifeng ekanligingiz, sizning Tianjinda maxfiy vazifa ijro qilayotganingiz qatorliqlarni men muvofiq emas deb qaragan vaqtda har qanday odamning bilishiga bo'lmaydi. Yo'lda Solan shuning ichida. Polatdek insonga xilof qilishga hargiz bo'lmaydi.
Kiring. Doklad başlıq. Məxfi işlər bölümünün Şavşov müdiri Yüzçin özünü məlum qılıdı. Vay vay, ahırı keldiniz. Oturun. Bu yakta oturun. Bu vaktiga yav işekdek to'xtamay yuguraydigan emasmi? Ha. Mana, sizga qo'rq tushib ketibdi. Yillar rahimsiz, hash-pashlik uchi qerib ketibdi. Chiroyingiz bir obdan turmamdi. Ay, nadikini. Sizning bundaq narsalarga amroq ekanligingizni bilaman. Buni men yurtimni qo'liga tushirdim. Nurliq Gövhər, anlasam so'ng davrniki ekan. Yurtingizda sahrada bundaq e'tiborliq narsani nemish qiladiganda? Yaponlar kepan o'g'irlaganda yurtdoshlar ularni o'ltirib tortib olibdi ekan. Deydar boshliq hamma gapni dedi-ku deyman. Dedi. Meni siz ismimni atab talab qilibsiz. Ha, g'alaba qildik. Xush bo'lamdik. Albatta xush bo'lamiz. Biroq Tianjin punkti qayta qurilgan. Atrofida ishmushiklar cho'gilab yuriydi. Buni qurishmi osonga tushmadi. Shunga siz esimga keldingiz. Gapingizdan qarang, ustoz. Nima ish olsa, men topilsangizlar bo'ladi-ku. Bundan keyin ustoz davamay punkt boshlig'i desangizlar bo'ldi. Bu yerdagi odamlarning hammasi cho'ngchingdan avatilgan. Ba'zilarning orqa ko'rinishi nihoyat murakkab. Men bak bilib ketmayman. Siz mening odamim. Gapimni tushungansiz? Tushundim. Hali bir majlis bor. Harakat atirtining axborot boshqarmasining boshlig'i, ya'ni maxfiy ishlar bo'limining boshlig'i bor. Hammanglar o'zaro tanishib qo'yinglar, ha? Bundan keyingi xizmatlar sizlarga qarashliq. Qo'shim chiqib shunimi deb qo'yay. U ikkisi nihoyatda pishqa. Bundan keyin sizlar samimiy hamkorlashinglar, ha? Xotirjam bo'ling boshliq. Qanday qilishni bilaman. Men sizdan albatta xotirjam. Kiring. Başliq, Ha? müdür Luchoshan keldi. Boshliq, voy. Sizlarni tanishtirib qo'yay. Axborot boshqarmasining boshlig'i Luchoshan, maxfiy ishlar bo'limining mudiri Yüzçin. Teştik moyimidar. Vazifega o'tirib xizmatga tushib ketibsiz, jafo chekibsiz. Undaq emas. Lomudir, siz bu yerga mendan ko'na ko'proq yo'l ko'rsatasiz. Undaq dema. Başliq, Makoy atrot boshlig'i keldi. Ha, keling, tanishtirib qo'yay. Harakat atirtining boshlig'i Makoy, maxfiy ishlar bo'limining mudiri Yüzçin. Tinchlikmi? Tinchlikmi? Mahatrat boshlig'i, punkt boshlig'i sizni nihoyat ko'p tanishtirdi. Sizni intayin tajribalik deydi. Bundan keyingi xizmatlarda obdan yo'lab qo'yasiz. Bek maqtib o'tibdi. Bundan keyin biz sabdosh bo'lamiz. Rahmat. Yana Chibo bozorida 4-armiyaning suiqasdini bechit qilganimiz nimani tushundirdi? Bizning hozirgi dushmanimiz Jungo Kompartiyasi degan gap. Men har qaysinglarning butun zehninglarni Kompartiya tarafga qartishinglarni umid qilaman. Jo Fuxay, Dingmosin, Rindoyin degan xoylarning hammasi qahramon bo'lib ketdi. Sizlar texchi tushunmadinglarmi? Bizning harakat atirtimiz amaliyotda ishni boshlayapti. Tianjindagi kompartiya tashkiloti aniqlanib bo'ldi. Mavzudong tex cho'ngchingda. Hozir qo'l saqlab bo'lmaydi. Buni men bilmamdimi? Bo'ldi. Bu gaplarni qo'yaylik. Odamni xush qiladigan gaplarni qilsak qandaq. G'alaba qozondik. Har qaysimizmi odamga o'xshash yashab boqaylik. Men boshlamchi bo'lib, xonimimni akab bo'ldim. Har qaysinglarmi erlik majburiyatinglarni ado qilinglar. Men sizlarning arxivinglarni ko'rgan. Ma xonim Shanxayda, Lu xonim Xankoda, Yu xonim Xibida ekan. Hammasini akilib, ularga Yapon qarshi urush g'alaba qilgandan keyingi baxtli turmushning payzini surdiringlar. Yo'l xarajati turalg'ularni punktdan hal qilamiz. Har qaysinglarga yana oila o'rlashtirish rasxodi beriladi. Yaxshi gapkan Başliq. Mening xonimim yolg'iz emas. Ular cho'ng bir oilajimi? Hammasi kelsin.
Bizning 8 yil yapon qarshi urush qilishimiz ashula uchun emasmi? Yanılı bizning boshliq puhraning holiga aytadi o'jimi. Mening xotinim aldirab ketyapti. Bu buyruqmi? To'g'ri, buyruq. Xoniminglarni akilib, to'sinatda ko'nglingizni yig'dirib qo'yish mas'uliyatim bor. Tianjin Shanxayga yetmigini bilan yanala aysh ishrat dunyosida. Meris menga Amerikaliklarning g'albilik urush qilishidagi sabab ularning ko'nglida oilasi bo'lganligida degan edi. Biroq mening ayolim tog'liq tursa, u bu yerga kelsa, Yumodir. Sahroliq bo'lsa, bu yer ekilib ko'sib qo'yish kerak-da. O siz uchun shuncha qurbonlik bergan tursa, rohatingizni ko'rsin endi. To'g'ri. Yoshlik baharni pirqi davlatga topshirib, hozirgacha balaliq bo'lmay yursa bo'lamdi. Akilish kerak. Siz 30 yoshga kirdingiz. Bir necha balaliq bo'lsangiz bo'ladi. Pirqi davlat uchunmi izbosar kerak-da. Bo'lmasa, Vivan jamoa meni ayibga buyuriydi. undaqda ma'qul. Lauye. Ha? Qandaqroq? Bu o'ylani men odam boshlab kelib tortib olgan. Mush tarpi yaxshi-da. Yaponlardan qolgan narsalarni tortib olishda hech kim biz juntonga yetmaydi. Atrat boshlig'i. Ha. Men bu yerga kelishdan burun Day xo'jayin meni tomoqqa taklif qilib, mal boyliq chiqishda bek oshirotmanglar, Shanxayda ba'zilar jazolandi degan edi. Rostmi? Albatta, sadoqat bilan vatanni qutqizish qo'shindagi Yuanchongyanning fugani. Yo'q. Men uni demadim. Day xo'jayin rostila sizni mehmon qildimi? Voy, bir vaqtlik tomoqqa shu oddiylar. Loma, bularning biz yaponlardan qolganmi? Yo'q. Bularning hammasini yangidan setib olgan. Yaponlar ishlatib qo'ygan narsalarni biz ishlasak qanday bo'ladi? Shundaqmi, mudir? Shundaq. Netchimizning uyi uchun punket. Az pul xashimidi juma. Bo'lamdi ekan. Bo'ladi ekan. Mudir. Ustida dexe yotoq uy bor. Hojatxonasimi bor? Ko'rib baqamdiq. Yuring. Yuring. Aldin. Menga. Qarang. Bu narsalar uchun qanchalik pul ketgandi? Hammasini punktdan chiqadimi? Yo'q. Biroq xoinni topsaqlar, pulni shu chiqirdi emasmi? Lauye, men qarang. Bu yerdagi savdogarlarning hammasi yaponlar bilan tijorat qilgan. Ularni sotqin desa, qaysi biri yo'q deyalaydi. To'g'ri. Ularni tozi qoqti so'qti qilib, yaponlardan olgan pulning hammasini qustirib olish kerak. To'g'ri. Bek to'g'ri gap bo'ldi. Ajab to'g'ri gap qildingiz. Biz mo toza boylarni boplagandan keyin hech qancha ish emasda bu. Hay. Ikkimizning taqdiri chetishliq o'xshaydi. Siz Nanjingda Li Haifengni otganda, men dal Nanjing dedim. Shundaqmi? Siz Nanjingda nima ish qilyaptingiz? Biz kommunistlarga taqobil turdik. Siz Nanjing hukumatiga taqobil tursiz. Ikkimiz ikki yo'lda. Hay. Lui Zongfang deb anglaganmi? Atrat boshlig'i. Bu karvat yaxshi ekan. Qarab beqing. Mana, qarab beqing. Rossiya yaxshi ekan. Bir ayol bo'lmasa, bu karvatning umri bekor ketgidek. Undaq bo'lsa, xotiningizni tezroq akilib oling. Hojatxona qayerda? Oyeda. Atrat boshlig'i. 3-qavatda nima bor? 3-qavat baliqxona. U yerda hech nima yo'q. Texi baliqxona borda. Bak yaxshi ekan. Loyi. Menga texi tepmidingiz.
Lü Zongfang degan ism sizga tanishmi? Ba'zi masalalarga men cho'ngchangdan yo'li yo'riq so'ragandan keyin sizga javob bera olmayman. Ablah. Dayı, əmisi mən ketdim, hə? Öyünün aşqıçını şirənin üstüge qoyub qoydum. Rahmat, atarat boshlig'i. Bu adamning ismi Molenching. Yapınlar bachaqda kema savdogarlari uyushmasining boshlig'i bo'lib, yapınlarga ochliq to'shib bergan. Tartib saqlash uyushmasidami ismi bor. Baylarning oldi deyishga bo'ladi. Eng cho'ng sotqin. Markaz qat'iy tekshirib jazolaydiganlarning qatoriga kirdi. Tushundim. Men berib uning bilan so'zlashay. Siz qanday so'zlashmoqchi? Onunğa paydıziya münasibətini aniq göstərib bəsəm, gəpnin mənasını düşünəməy qalmaz. Bundaq işqa ma'qullarni əvəzsəm, xotirjam bo'lolmayman. Ha, Siz bering. Diqqat qiling. Hargizmi busini chiqarmang. xotirjam bo'ling. Alvastimi bilmaydi. Alvasti bilsa hech gap emas. Hozir odamlar alvastidimi battar. Hay, xonimingizga qachon kelasiz? Xatni yezib qo'ygan, texi əvətmədən. U tərəf kompartiyaning ilkida bir mezgil saqlashga to'g'ri keladi. Boshliq. Men uni akammisam bo'lmasmi? U sizlarning xoniminglarga o'xshamaydi, qarqo'saq. Bo'lmaydi. Bu degan buyruq. U bu yerda qanchalik turadi? Oningda o'zingizning ahvoliga qarang. Mening xonimimmi qora qo'saq. Majanning ustidagi xatdan boshqa birmi xatni to'namaydi. Nomus qilyapsiz. Er-xotinlik mehr-muhabbatni unutib qolma. Mening nazarimda mehr-muhabbatni qadrlamaydigan odam cho'ng ishlarga yaramaydi. Ma'qul. Xatni hozirla avatib o'tay. Yu mudir, marhamat. Mo'xo'jayin. Ha, O'zingizdan qanday odam ekanligingizni bilamsiz. bilaman. Bir kun emas, bir kuni hukumat bizdek odamlarni jazolaydi. O'ltiring. Yuqoriga o'ting, yuqoriga. Bo'ldi, o'sha yerda o'tiring. Yo'q, yuqoriga o'ting. Yuqoriga o'ting. O'ltiring. Xalq yapınlarga qaraganda satqinlarga texim nafratlandi. Siz ehtiyotjonlik bilan o'ylashingiz lozim. Bilaman. Men Goxa doktorxonasini, savdogar chaqirish binosini hukumatga iyona qilaman. Hukumatning mendek bir gunohkorga sal kangchilik qilishini umid qilaman. Sizning mol-mulkingizni juntong o'tkazib oladi. Kim qo'l soladigan bo'lsa, darhol menga doklad qilasiz. Bildim. Mo'xo'jayin, payzingiz bor ekan, ha? Pianino chelib ko'nglingizni ochadigan muzikantmi bor ekan, texi? Yo'qay, haddim emas. Men uydagi hamma xizmatkorlarni qaytarib etib, farog'atni tark etib, tovuqib o'ltiribdiman. Muzika chelayotgani bizning bir tuqqanimiz. Sal ta'xir qiling. Yu mudir, tanishtirib qo'yay. Bu yoq markaziy hukumat
Tianjinga avatgan uy mudir. Bu yoq mening jiyan qizim Vanchu, inimning qizi. Xon qizning chog'in ohangi bek hasratlikan. Hozirgi zamonga mos kelmaydi ekan. Hasratlikligini bilyapsiz-da, apandim. Ajab xursand qildingiz meni. Meni bek uchirib etdingiz xon qiz. Men ancha bilmayman. Uchirmadim. Siz musiq mahoratini bilmagingiz bilan tasavvurga boy kishi qalbini tushundi ekansiz. Va'dangizni boshliqqa dokolat qilaman. Ma'qul. Agar gap sirtqa chiqib ketsa, o'zingiz javob bersiz. Men insijinga tinmayman. Ha, bo'ldi. Kirib ketang. Ha. Vanchu, nima qarayapsiz? Qayrilib qarasam, o'shti chiraqla. Texicha hasratlanayapsiz? Bara-bara yo'qoldi hasrat. Tag'a. Uy apandi yana kelamdi. Men uni ko'msam deyman. Biroq mumkin emas. Bazimaydigan mushuk yo'q-da. Siz berib pochtaxonaning mas'ulini tepib aytib qo'ying. Bu bir maxfiy xat. Qo'l ostidagilar diqqat qilsin. Xo'p. Yuizachinga ayon. Bu xizmatchilarning hammasini harakat bo'limi boshqaradi. Uning u xatini Makuy nihoyatda tezlik ko'rishmoqkan. U xatda hech qanday yo'chiq yo'q bo'lib, xonimni tezroq Tianjinga kelsin degan mazmunda edi. Biroq u xonim tubdan mavjud emas tursa, keyin qanday qilish kerak? Yuizachin kelib necha kun bo'lmayla bundaq avorchilikqa duch kelishini o'ylamagan edi. Gerçi intizamda axborotdan boshqa sabab bilan o'z maylicha ko'rishishga bo'lmaydi deb belgilangan bo'lsa-mu, u tashkil bilan aloqalashishga majbur bo'ldi. Efendim, doğru alamsız. Ha. Sal taxir qilib turing. Efendim, bu retseptiki doğrulardan bir sakın quruli yo'q. Biroq u atili keladi. Undaq bo'lsa boshqalarni eptiray. Saqan qo'rni keyin olaman. Ayni chog'da yo'ldosh Lu Zonfang mushundoq yozaylay. Uyda ayolim bor desang, Juntonga teximi yoqidi. Teximi ishonchlik bo'lsan degan edi. Ko'p o'ylamayli shundoq yezibdiq. Endi chataq chiqdi. Wu Jingjong ayolingni akilsan deb turilyotdi. Bu Jingjo'ning munda qilishdagi maqsadini bilib bo'g'ilib bo'lmaydi. Siz qanday o'ylayapsiz? Meningcha munda qilsaqmikan? Men xatni selvatdim. 20 kundan keyin yurtimdan xat kelib, ayolimni og'rib qoldi desa, 10 kundan keyin yana bir poch xat kelib, ayolimni o'lib ketdi desa, shuning bilan bu avorchilikdan qutulaman. Oshqushlik masala, men uydan 2 poch xat kelishi, cho'qim rost xat kelish kerak. Siz yaqindalar uydagilarni yo'qlab keliblar, ayolingiz kasal bo'lib o'lib ketsa, yana kelib Wu Jingjong ayolingizni akiling da'vatgan paytda undaq bo'lsa muvofiq bo'lmaydi. Hech bo'lmaganda u sizni ayolni epkagisi yo'q, meni aldayotdi deb o'ylab qoladi. Biroq menga buningdan boshqa amal yo'q. Ma'qul. Men bu ahvolni bildim. Siz avval qaytib turing. Men darhol yuqoriga doklad qilay. Men necha kun oqiq so'rab turay. Sizlarmi tezroq bo'linglar. Avval qaytib turing. Mening nemish sizni avatishdagi maqsadimni siz texicha tushunmabsiz. U binoni doktorxonani ihona qilsa hukumatga qiladi. Uning sotqin ishkanligi jazmlasizlar, uni ihona qilishning hojati bormidi? Musodir qilinadi. U qeri hiylagarlik qilibdi-da.
Bo'ldilar, hammasini musodir qilaylik bo'lmasa. Siz mening maqsadimni yanada tushunmadingiz. Wang Shijin, Wang Jingweiga so'qigan Ming sulolasidagi uy saymonlarini nadidan kelgan? Mo'liyan cho'l saqlagan. Boshliq, men tushundim. O qimmatli madaniy yodikorliklarni muvofiq odam yig'ib saqlash kerak. O makkar savdogar nimani biladi? Ha? Haras. Sizning xonamingiz qachon keladi? Chavshanning xonimi kep bo'ldi. Xatni avatib tog'liq rayon bo'lgan ekan cho'qim asroq tegitdi. Ras, shunday bo'ladi. Mo xo'jayin. Men sizdan katta yig'ib saqlag'uchi ekanligingizni burunla anglagan. Hech qancha emas. Kichkina havaskor. Bek bilibmi ketmayman. O'yinning o'rnida shu. Ha, Yu apandi, sizmi yig'ib saqlashga qiziqamsiz? Men texim bilmayman. Biroq bizning punkt boshlig'i buning ahli. Bir necha talni uningga ko'zitib boqamsiz ya. Albatta bo'ladi. Men faqat boshlig'inglarning men uchun necha eg'iz yaxshi gap qilib qo'yishini, menga sotqin degan qalpoqni kagizib qo'ymasligini tilayman. Amaliyotda menmo davlat armiyasi uchun tuz to'shib bergan. Sotqinlik qalpoq to'g'risida mening gapim o'tmaydi. Biroq siz bizning punkt boshlig'ini izlasangiz odamni to'g'ri topgan bo'lasiz. Men sizga yordam qilib, uning bilan ko'rishtirib qo'ysam bo'ladi. Ma'qul. Biroq uningni yana sizning ifodangizga qaraymiz. Yuz ko'rish sovg'isi bo'lishi kerak-ku deyman. U tayyor. Bu men uchun sharaf. Yu apandi ketdi-ku. Ben Jo'xan qiz teshliqmi? Teshliqmi? Yu apandi, o'tganda siz ketgandan keyin Vanar Yu apandim qachon keladi deb necha qitim so'radi. Ketdi-ku mana. Lekin tag'ingiz mendagi odamning doim kelishini xohlamaydi. Nadikini kelishingizni qarshi olaman. Munosabat deganda bir ko'rishgan tunish, ikki ko'rishgan tuqqan bo'ladi. Yu apandi doim xizmat uchun ekanmiz. Albatta. Bugun bizning yig'ib saqlash ustida so'zlashganimiz xizmat hisoblanmasa? Yu apandi. Albatta shundoq. Bu degan siz bilan bizning punkt boshlig'i orasidagi xususiy og'indarchilik. Janoblar, men Tianjin punktiga vakolatan sizlardan hardiq so'rayman. Batur va Oqko'ngil yapon qarish xonimlarga ehtirom bildiraman. Chavshan. Bizning xonimlarchilikmi yuzimiz yo'q-kan, ha? Boshliq tuvandigilarning holiga yetdi. Yili biz uchaylan boshliqning xonimiga bir qadar tutaylik. Boshliq, sizning ko'ks qarningiz bakkankan. Mening ko'zim bak odam taniydi. Siz cho'qim yana o'ssiz. Rasmi, ha? Ha, aytqiningiz kelsa, ha? Boshliqning biz xonimlarning Tianjinga kelishiga fursat yaratib berganiga ishqallah. Bu araqni biz orqa satga barliq oil tavobatlar sizlardek oldingi satga qahramonlar. Ma'qul. Sizmi o'rningizdan turmamsiz? Voy. Menmi o'rnimda turay. Men xonimlarga bir qadak tutay. Sizlar mahjong o'ynashni bilamsizlar, ha? Ha, bilamiz. O'ynash qoidasi o'xshamasmikan shu? Biz tarafda 8 yillik Yaponga qarshi urush deganga o'ynaydi. Qaranglar xonimlar, boshliq sizlarga haroq tutaman deb saqlab turib ketdi. Majangning ishini keyin deyishinglar bo'lamdi, ha? Ha, ko'taraylik. Ko'taraylik. Xo'ja. Ha. Xo'ja. Yu mudir. Endi navbat sizga keldi. Sizning xonimingiz kelsa, ular bir tavqada tutishdigan bo'ldi. Kasimi foydasi yo'q. Bir xat o'ynamasa majang o'ynay olamdi. Xattonimisi nim bo'pti. Ish pishig'ini chiqardigan ish-ku u. Bir yerga ma'lum bo'lamdi-ya. Menmi xattonmayman. Shundoq. Bizning ko'chada eng ustisi bir qarg'udanglar. Uning majang o'ynab topgan puli haqning do'konni ichib topgan pulidan mujiq. Siz hatto unmaydiganning gapini qilyapsa, siz qarg'oning gapini qilib yuribsiz-ku. Yu mudirdan apo so'ra. Ishqisi yo'q. Kechiring, ha? Yo'q, rostli ishqisi yo'q. Xonimim birmi xat o'ynamagan ekan, ko'z ochiq qarg'u bo'lmamdi. Ko'z ochiq qarg'u. Har qaysinglar yo'lda qiynalmay kelgansizlar.
siz mening 3 savolimga javob bering. Birinchi, yarim kechida kelib dori olmasangiz bo'lmaydigan sizning zodi qandoq jiddiy kasalligingiz bor? Ikkinchi, qandoq aloqalashish, qandoq vaqtda aloqalashishni tashkil qandoq belgilagan? Uchinchi, intayin jiddiy ahvol yuz bermasa qoidani buzib aloqalashishga bo'lmaydi. Sizning zodi qandoq jiddiy ishingiz bor? Ha? Ya'ni shu xonimning ishi.